Zafar aka, assalomu alaykum. Bugun Sima avtosarda o'tkaziladigan tadbirdan qanaqangi emotsiyalaringiz? Emotsiyalar вообще yuqori. Endi har safar kutilmagan bir yangiliklar bo'lyapti. Juda ham bir cho'tka organizovanный gap yo'q. Sima avtosar korxonasining rahbariyatiga, butun jamoasiga juda yangiliklar ko'p. Emotsiyalar вообще zashkaliy deydi, gap bo'lishi mumkin. Agar xabaringiz bo'lsa, Sima avtosar yana qo'shimcha aksiya uyushtirgan. Kelasi o'yinimizda 30 tagacha o'rin qo'yilgan. Shu sovg'alardan qaysi birini niyat qildingiz o'zingizga, shu 30 ta sovg'aning ichidan? Endi inson hamishalik plankani yuqori oladi. Imkon qadar endi hech bo'lmaganda bir endi главное участие deydi-ku, sovrin bizga uncha muhim emas. Lekin Allohning bergani, to'g'risi unga biron narsa